Bugun men sizlarga juda muhim mavzuni tushuntirib beraman. Pensionerlar shifokorlik komissiyasidan o'tishga majburlanadimi? Kimlar albatta tekshiruvdan o'tish kerak? Kimlar xavotir olmasligi mumkin va eng muhimi, hozir qanday hujjatlarni tayyorlab qo'yish kerak? Bu ma'lumot har bir pensionerga, nogironlik pensiyasi olayotganlarga, ularga qarayotgan farzandlarga va yaqinlariga bevosita tegishli. Chunki bitta hujjat yetishmasa, bitta muddat o'tkazib yuborilsa yoki komissiyaga noto'g'ri tayyorlanilsa, pensiya to'lovida uzilish, qayta ko'rib chiqish yoki ortiqcha sarson bo'lish holatlari yuzaga kelishi mumkin. Men bu masalani oddiy tilda, lekin mutaxassis sifatida tartib bilan tushuntiraman. Videoni oxirigacha ko'ring, chunki ko'pchilik aynan oxiridagi amaliy maslahatlarda xatoga yo'l qo'yadi. Kanalga hoziroq obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday huquqiy va ijtimoiy mavzularni o'z vaqtida bilib bo'lish juda zarur. Avvalo, eng muhim savolga javob beraman. Hamma pensionerlar bir vaqtning o'zida shifokorlik komissiyasidan majburan o'tadi degan gapni eshitganda darhol vahimaga tushmaslik kerak. Pensioner deganda bir nechta toifa bor. Birinchisi yoshga doir pensiya olayotganlar. Ikkinchisi nogironlik pensiyasi yoki nogironlik nafaqasi olayotganlar. Uchinchisi boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi bilan bog'liq holatlar. To'rtinchisi imtiyozli shartlarda pensiyaga chiqqan ayrim kasb egalari. Har bir toifada tibbiy komissiya masalasi bir xil qo'llanmaydi. Oldin qanday edi? Avval ham nogironlik belgilangan fuqarolar muayyan muddatlarda tibbiy mehnat ekspert komissiyasi yoki tegishli tibbiy komissiyalardan qayta ko'rikdan o'tib kelgan. Masalan, bir kishiga nogironlik 1 yilga belgilangan bo'lsa, u muddat tugashidan oldin qayta ko'rikdan o'tish kerak edi. Agar nogironlik 2 yilga berilgan bo'lsa, 2 yildan keyin qayta tasdiqlash talab qilingan. Ayrim holatlarda esa nogironlik muddatsiz belgilangan bo'ladi. Bunday fuqarolar odatda har yili qayta komissiyaga chaqirilmaydi. Lekin hujjatlarda shubha, holat o'zgarishi yoki maxsus tekshiruv bo'lsa, qo'shimcha aniqlashtirish so'ralishi mumkin. Nima o'zgargan? So'nggi yillarda pensiya, nafaqa, nogironlik, tibbiy xulosa va ijtimoiy himoya tizimlari raqamlashtirilmoqda. Ya'ni davlat idoralari ma'lumotlarni elektron bazalar orqali solishtiryapti. Oldin odam bir idoradan ikkinchi idoraga qog'oz ko'tarib yurishga ko'proq bo'lgan bo'lsa, hozir ko'p ma'lumotlar elektron shaklda tekshirilmoqda. Shuning uchun ayrim fuqarolardan tibbiy holatini qayta tasdiqlash, eski hujjatlarni yangilash, nogironlik guruhi haqidagi ma'lumotni aniqlashtirish yoki shifokor xulosasini yangilash talab qilinishi mumkin. Bu o'zgarishning asosiy sababi nimada? Birinchidan, haqiqatan ham yordamga muhtoj fuqarolarning huquqini himoya qilish. Ikkinchidan, noto'g'ri rasmiylashtirilgan, muddati o'tgan yoki amaldagi holatga mos kelmaydigan hujjatlarni aniqlash. Uchinchidan, pensiya va nafaqa to'lovlari qonuniy asosda davom etishini ta'minlash. Lekin bu degani har bir yoshga doir oddiy pension ertaga shifoxonaga yugurishi shart degani emas. Masalani toifa qilib tushunish kerak. Men birinchi navbatda kimlar albatta e'tiborli bo'lishi kerakligini aytaman. Agar siz nogironlik pensiyasi olayotgan bo'lsangiz, nogironlik guruhi muddatli belgilangan bo'lsa, tibbiy xulosangizda qayta ko'rik sanasi yozilgan bo'lsa, yoki sizga tibbiy komissiyadan o'tish haqida xabar kelgan bo'lsa, bu masalaga jiddiy qarashingiz kerak. Bu yerda eng katta xato shuki, ayrim odamlar men pensiya olyapman, demak hammasi avtomatik davom etadi deb o'ylaydi. Yo'q. Agar sizning to'lovingiz nogironlik holatiga bog'liq bo'lsa, tibbiy asos ham amalda bo'lishi kerak. Masalan, 6 yoshli Hamid aka 2 guruh nogironligi bo'yicha pensiya oladi. Uning nogironligi 2023 yil sentabr oyida 2 yil muddatga belgilangan. Demak, 2025 yil sentabr yaqinlashganda u poliklinikaga murojaat qilib, kerakli tekshiruvlardan o'tishi, shifokorlar xulosasini yig'ishi va komissiyaga yuborilishi kerak. Agar u muddatni o'tkazib yuborsa, pensiya to'lov vaqtincha to'xtab qolishi yoki keyin qayta tiklash uchun qo'shimcha ariza va hujjatlar talab qilinishi mumkin. Bu esa 1 oy, 2 oy yoki undan ko'proq sarsonlikka olib keladi. Yana bir misol. Yoshli Dilbar opa insultdan keyin iri guruh nogironligi olgan. Unga nogironlik dastlab 2 yilga belgilangan. 1 yil o'tgach uning ahvoli yaxshilangan yoki aksincha og'irlashgan bo'lishi mumkin. Komissiya aynan shuni ko'radi. Insonning mehnat qobiliyati, o'ziga xizmat ko'rsatish darajasi, doimiy parvarishga ehtiyoji, kasallikning qay darajada barqaror yoki og'irligi. Agar holat og'irligicha qolgan bo'lsa,
nogironlik davom ettirilishi mumkin. Agar sog'lig'i sezilarli tiklangan bo'lsa, guruh o'zgartirilishi yoki muddat qayta belgilanadi. Bu odamni jazolash emas, to'lov asosini tibbiy jihatdan tekshirish jarayoni. Endi kimlar kamroq xavotir olishi mumkin? Agar siz oddiy yoshga doir pensiya olayotgan bo'lsangiz, ya'ni pensiyangiz faqat yosh va ish stajiga qarab tayinlangan bo'lsa, sizdan umumiy tartibda shifokorlik komissiyasidan o'tish talab qilinmaydi. Masalan, 65 yoshli odam 30 yil ish staji bilan yoshga doir pensiya olayotgan bo'lsa, uning pensiyasi sog'lig'i haqidagi komissiya xulosasiga bog'liq emas. U shifokorga davolanish uchun, dispanser nazorati uchun, dorilar olish uchun murojaat qilishi mumkin. Lekin pensiyani davom ettirish uchun har yili komissiyadan o'tishi odatda talab etilmaydi. Lekin shu yerda muhim noziklik bor. Ayrim fuqarolar yoshga doir pensiya bilan birga nogironlik bo'yicha imtiyozlar, dori-darmon bo'yicha yengilliklar, parvarish puli, ijtimoiy xizmat yoki boshqa yordam turlaridan foydalanadi. Ana shunday holatda tibbiy xulosa baribir ahamiyatli bo'lib qoladi. Ya'ni pensiyaning o'zi to'xtamasligi mumkin, lekin imtiyoz, qo'shimcha to'lov yoki xizmatni davom ettirish uchun tibbiy hujjat yangilanishi talab qilinishi mumkin. Masalan, 7 yoshli Muhabbat opa yoshga doir pensiya oladi. Shu bilan birga iki guruh nogironligi asosida ayrim imtiyozlardan foydalanadi. U men yoshga doir pensionerman, menga komissiya kerak emas deb o'ylashi mumkin. Lekin agar uning nogironlik guruhi muddatli bo'lsa, u imtiyozlar bo'yicha qayta ko'rikdan o'tishi kerak bo'ladi. Pensiyasi boshqa asosda davom etsa ham, nogironlikka bog'liq yengilliklar yangilanmagan xulosa sababli to'xtab qolishi mumkin. Yana bir guruh bor. Imtiyozli pensiyaga chiqqanlar. Masalan, zararli mehnat sharoitida ishlaganlar, ayrim maxsus kasb egalari uzoq yillar og'ir sharoitda ishlagan shaxslar. Bunday holatlarda pensiya tayinlashda tibbiy hujjat emas, ko'proq mehnat staji, lavozim, ish joyi, sharoit va arxiv ma'lumotlari muhim bo'ladi. Lekin agar pensiya kasbiy kasallik, mehnat qobiliyatini yo'qotish yoki ishlab chiqarishdagi jarohat bilan bog'langan bo'lsa, tibbiy komissiya masalasi yana dolzarb bo'ladi. Endi men eng ko'p uchraydigan xatolarni tushuntiraman. Birinchi xato og'zaki gaplarga ishonish. Mahallada kimdir endi hamma pensionerlar komissiyadan o'tarkan desa, odamlar vahmaga tushadi. Men har doim aytaman, bunday masalada faqat rasmiy xabarga, pensiya bo'limidan kelgan yozma yoki elektron bildirishnomaga, poliklinika yo'llanmasiga va qonuniy asosga qarash kerak. Agar sizga hech qanday xabar kelmagan bo'lsa, hujjatlaringiz muddatsiz bo'lsa va pensiyangiz yoshga doir bo'lsa, vahima qilishning keragi yo'q. Lekin hujjatlaringizni bir marta tekshirtirib qo'yish foydali. Ikkinchi xato. Qayta ko'rik sanasiga e'tibor bermaslik. Nogironlik haqidagi ma'lumotnomada yoki xulosada odatda muddati ko'rsatiladi. Ayrim odamlar bu qog'ozni uyda papka solib qo'yadi va sanasini unutadi. Keyin pensiya yoki nafaqa bo'yicha uzilish bo'lganda sababini tushunmay qoladi. Men tavsiya qilaman, agar sizda nogironlik muddati bo'lsa, tugash sanasidan kamida 22 oy oldin poliklinikaga boring. Chunki tahlillar, shifokor ko'rigi, to'r mutaxassislar xulosasi, statsionar davolanish hujjatlari bir kunda tayyor bo'lmasligi mumkin. Uchinchi xato, faqat bitta shifokor qog'ozi yetadi deb o'ylash. Komissiya odatda umumiy holatni ko'radi. Masalan, yurak yetishmovchiligi bo'lsa, kardiolog xulosasi EKG, UZI, davolanish varaqalari kerak ko'p bo'lishi mumkin. Qandli diabet bo'lsa, endokrinolog xulosasi, qondagi glyukoza ko'rsatkichlari, asoratlar bo'lsa, ko'z shifokori yoki nevropatolog xulosasi ham kerak bo'ladi. Insultdan keyingi holatda nevrolog xulosasi, reabilitatsiya natijalari, harakat cheklovi haqidagi ma'lumotlar ahamiyatli bo'ladi. Ya'ni kasallikning nomi emas, uning inson hayotiga ta'siri hujjat bilan ko'rsatilishi kerak. To'rtinchi xato, kasalligim bor, demak nogironlik avtomatik beriladi deb o'ylash. Tibbiy komissiya kasallik bor yo'qligini emas, ko'proq kasallik oqibatida mehnat qobiliyati, harakatlanish, o'zini parvarish qilish, muloqot qilish, o'qish yoki ishlash imkoniyati qay darajada cheklanganini baholaydi. Masalan, 2 kishida ham bel churrasi bo'lishi mumkin. Birinchisi dorilar bilan yurib ishlay oladi, kundalik hayotini o'zi olib boradi. Ikkinchi esa yura olmaydi. Og'riq doimiy, operatsiyadan keyin ham asorat bor. Bu ikki holat bir xil bog'lanmaydi. Shuning uchun komissiyaga borayotganda kasallik tarixini, davolanish natijalarini va real cheklovlarni aniq ko'rsatish kerak. 5-xato, komissiyaga tayyorgarliksiz borish.
ayrim fuqarolar boraman, shifokor o'zi biladi deydi. Lekin shifokor ko'rgan narsasini va hujjatda bor ma'lumotni baholaydi. Agar siz 3 marta shifoxonada yotib davolangan bo'lsangiz, epikrizlarni olib bormasangiz, komissiya buni ko'rmasligi mumkin. Agar sizda doimiy dori qabul qilish zarurati bo'lsa, lekin retseptlar, shifokor tavsiyalari, tahlillar bo'lmasa, holat yetarli darajada isbotlanmay qoladi. Shuning uchun har bir qog'oz ahamiyatli. Istisnolarga ham alohida to'xtalaman. Ayrim og'ir va qaytmas kasalliklarda nogironlik muddatsiz belgilanishi mumkin. Masalan, a'zo amputatsiyasi qaytmas falajlik, ko'rish yoki eshitishning og'ir darajadagi yo'qolishi. Og'ir ruhiy yoki nevrologik holatlar, davolab bo'lmaydigan kasalliklar bo'yicha bunday qarorlar bo'lishi mumkin. Lekin muddatsiz degani hech qachon hech kim hech narsani so'ramaydi degani emas. Agar ma'lumotlar elektron bazaga noto'g'ri kiritilgan bo'lsa, hujjatda nomuvofiqlik bo'lsa yoki fuqaro boshqa yordam turiga murojaat qilsa, aniqlashtirish talab qilinishi mumkin. Yana bir nozik masala. Yashash joyi o'zgargan bo'lsa. Masalan, fuqaro Toshkent viloyatida ro'yxatda turgan, lekin hozir Samarqandda farzandinikida yashayapti. Komissiya poliklinika va pensiya bo'limi hujjat almashinuvida chalkashlik bo'lishi mumkin bunday holatda. Vaqtincha yashash manzili, tibbiy karta qayerda yuritilayotgani va qaysi poliklinikaga biriktirilganini aniqlab olish kerak. Aks holda odam bir joyga boradi, uni boshqa joyga yuborishadi. Vaqt ketadi. Yana bir ko'p uchraydigan holat, pensioni yotib qolgan, o'zi komissiyaga bora olmaydi. Bunday vaziyatda yaqinlari poliklinikaga murojaat qilib, uyda ko'rikdan o'tkazish. Shifokor chaqirish yoki tibbiy hujjatlarni masofadan rasmiylashtirish tartibini so'rash kerak. Og'ir bemorni majburan ko'tarib, navbatlarda olib yurish har doim ham shart emas. Lekin buning uchun oila a'zolari oldindan harakat qilishi, ariza berishi, shifokorga holatni tushuntirishi va mavjud hujjatlarni tayyorlab qo'yish kerak. Endi eng kerakli qismga o'tamiz. Men sizga aniq tartibni aytaman. Birinchi qadam, o'zingiz olayotgan to'lov turini aniqlang. Siz yoshga doir pensiya olasizmi? Nogironlik pensiyasimi? Nogironlik nafaqasimi? Boquvchisini yo'qotganlik pensiyasimi yoki qo'shimcha ijtimoiy yordammi? Buni pensiya daftarchasi, bank kartasiga tushadigan to'lov ma'lumoti pensiya bo'limidagi hujjat yoki elektron davlat xizmatlari orqali tekshirish mumkin. To'lov nomini aniq bilmasdan turib, menga komissiya kerakmi yo'qmi degan savolga to'g'ri javob berish qiyin. Ikkinchi qadam, nogironlik hujjatingizni toping. Unda guruh, sabab, muddat va qayta ko'rik sanasi yozilgan bo'lishi kerak. Agar muddat tugagan yoki yaqinlashayotgan bo'lsa, kutib o'tirmang. Poliklinikaga boring va oilaviy shifokorga murojaat qiling. Mening nogironlik guruhi muddati tugayapti. Komissiyaga tayyorlash uchun yo'llanma va tekshiruvlar kerak deb aniq ayting. Umumiy gapirmang, maqsadni aniq ayting. Uchinchi qadam, hujjat papkasini tayyorlang. Pasport yoki ID karta, pensiya hujjati, nogironlik haqidagi ma'lumotnoma, oldingi komissiya xulosa, ambulator karta, shifoxonada davolangan bo'lsangiz epikrizlar, tahlil natijalari, UZI, MRT, rentgen, EKG, to'r mutaxassislar xulosalari. Doimiy ichadigan dorilar ro'yxati, operatsiya bo'lgan bo'lsa, operatsiya bayonnomasi yoki chiqaruv qog'ozi kerak bo'lishi mumkin. Hamma narsani bitta papkaga soling, nusxalarini ham tayyorlab qo'ying. 4-qadam. Shifokorga holatingizni aniq tushuntiring. Menda og'riq bor deyish yetarli emas. Qanday og'riq, qachon kuchadi, qancha masofa yura olasiz, zindan chiqa olasizmi? O'zingiz ovqatlana olasizmi? Kiyina olasizmi? Dori ichmasangiz nima bo'ladi? Uy ishlarini bajara olasizmi? Ishga layoqatingiz bormi? Boshqalar yordamiga qanchalik muhtojsiz? Bularni aniq ayting. Chunki komissiya uchun kasallikning kundalik hayotga ta'siri juda muhim. 5-qadam. Muddatlarni nazorat qiling. Agar qayta ko'rik sanasi 30 iyun bo'lsa, 29 iyunda borish juda kech. Kamida menda imkon bo'lsa, 2 oy oldin boshlang. Chunki ayrim tekshiruvlarga navbat bo'ladi. Ayrim tahlillar qayta topshiriladi. Ba'zi mutaxassislar faqat belgilangan kunlarda qabul qiladi. Vaqtni bo'y bermasangiz, pensiya to'lovida uzilish xavfi kamayadi. 6-qadam. Agar sizga komissiyadan o'tish haqida xabar kelgan bo'lsa, uni e'tiborsiz qoldirmang. Xabar SMS, telefon, poliklinika orqali og'zaki pensiya bo'limidan yozma yoki elektron tarzda bo'lishi mumkin. Darhol qaysi idora chaqirayotganini, qaysi hujjat kerakligini, qaysi sanagacha bo'lish kerakligini aniqlang.
Agar tushunmasangiz, farzandingiz, qarindoshingiz yoki ishonchli odamingiz bilan birga bo'ling. Hujjat masalasida keyin bilib olaman degan yondashuv ko'pincha muammo chiqaradi. 7-qadam rad javobi yoki guruh o'zgarishi bo'lsa, darhol sababini yozma ravishda so'rang. Komissiya qaroridan norozi bo'lsangiz, shikoyat qilish, yuqori komissiyaga murojaat qilish yoki qo'shimcha tibbiy hujjatlar bilan qayta ko'rib chiqishni so'rash tartiblari mavjud. Bu yerda hissiyot bilan emas, hujjat bilan ishlash kerak. Men rozi emasman deyishning o'zi yetarli emas. Qaysi tashxis, qaysi asorat, qaysi funksional cheklov inobatga olinmaganini ko'rsatish kerak. 8-qadam yordamga muhtoj keksa odamning yaqinlari befarq bo'lmasin. Ko'p hollarda pensionerning o'zi hujjatlarni tushunmaydi. Sanalarni eslab qolmaydi. Shifokorlar orasida yurishga qiynaladi. Farzandlar va yaqinlar kamida bir marta hujjatlarni ko'rib chiqsin. Pensiya turi nima? Nogironlik muddati qachongacha? Oxirgi komissiya qachon bo'lgan? Qaysi poliklinika biriktirgan? Qanday dorilar ichadi? Bu oddiy nazorat keyinchalik katta muammoning oldini oladi. Men yana bir muhim tavsiyani beraman. Hech kimga pul berib, komissiyani hal qilib beraman degan gaplarga ishonmang. Tibbiy komissiya hujjat tekshiruv va qonuniy mezon asosida bo'lishi kerak. Noqonuniy yo'l bilan olingan hujjat keyinchalik bekor qilinishi, to'lovlar qayta hisoblanishi yoki fuqaro yanada og'ir vaziyatga tushib qolishi mumkin. Eng to'g'ri yo'l o'z kasalligingizni rasmiy tibbiy hujjatlar bilan tasdiqlash, tekshiruvlardan o'tish va qaror bilan tanishish. Agar siz yoshga doir pensiya olayotgan bo'lsangiz va hech qanday nogironlik imtiyozingiz bo'lmasa, sizning amaliy qadamlaringiz boshqacharoq. Siz shunchaki pensiya hujjatlaringiz joyida ekanini tekshirib qo'ying. Bank kartangiz faolmi? Yashash manzilingiz to'g'rimi? Pensiya bo'limida ma'lumotlaringiz yangimi? Shularni bilib oling. Shifokorlik komissiyasi haqida rasmiy xabar kelmasa. Har xil gap so'zlar sababli sarson bo'lishingiz shart emas. Lekin sog'lig'ingiz bo'yicha davolanish, profilaktika ko'rigi va doimiy nazoratni albatta davom ettiring. Agar siz nogironlik asosida pensiya yoki nafaqa olayotgan bo'lsangiz, eng muhim qoida shuki, tibbiy hujjatlaringiz doim tartibda bo'lsin. Har safar shifoxonada yotsangiz, chiqaruv qog'ozini oling. Har safar muhim tekshiruvdan o'tsangiz, natijani saqlang. Dorilar yozilgan tavsiyani yo'qotmang. Operatsiya bo'lsa, tegishli hujjatni papkaga qo'ying. Komissiya kuni yaqinlashganda hammasini bir joydan topishingiz kerak. Yana shuni ham esda tuting. Komissiyadan o'tishning maqsadi faqat to'lovni davom ettirish emas. Ba'zan komissiya natijasida odamga mos reabilitatsiya, protez ortopediya vositalari, parvarish bo'yicha tavsiyalar, mehnat sharoitini yengillashtirish yoki boshqa ijtimoiy yordam yo'llari ham ochiladi. Ya'ni bu jarayonga faqat qo'rquv bilan emas, o'z huquqingizni rasmiylashtirish imkoniyati sifatida ham qarash kerak. Xulosa qilib aytaman. Hamma pensionerlar bir xil tartibda shifokorlik komissiyasidan majburan o'tadi deb tushunish noto'g'ri. Eng avvalo pensiya turi va to'lovning tibbiy xulosaga bog'liq emasligini aniqlash kerak. Yoshga doir oddiy pensiya olayotganlar odatda bu masalada kamroq xavotir oladi. Nogironlik pensiyasi, nogironlik nafaqasi, imtiyoz yoki qo'shimcha yordam olayotganlar esa hujjat muddati, qayta ko'rik sanasi va tibbiy xulosalarni jiddiy nazorat qilish kerak. Men sizga tavsiya qilaman. Bugun hujjatlaringizni tekshiring, nogironlik muddati bor yo'qligini ko'ring, kerak bo'lsa poliklinikaga murojaat qiling. Barcha tibbiy qog'ozlarni bitta papkaga jamlang. Eng muhimi, og'zaki mish-mish bilan emas, rasmiy xabar va hujjat bilan ish tuting. Sizningcha pensionerlarni qayta tibbiy ko'rikdan o'tkazish tartibi adolatlimi yoki bu keksa odamlarga ortiqcha sarsonlik keltiryaptimi? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Videoga like bosing. Yaqinlaringizga yuboring va kanalga obuna bo'ling. Chunki men sizlarga pensiya, nafaqa, imtiyoz va ijtimoiy himoya bo'yicha eng kerakli ma'lumotlarni oddiy tilda tushuntirib boraman.